Salom, men Muratman. Sizlarga payvandlash niqoblarimizning ehtiyot qismlarini almashtirishni tushuntirib beraman. Bosh qismi bir xil bo'lgan 3 ta niqobimizni yechish va taqish jarayoniga o'tamiz. Niqoblarimizning bosh qismini yechish uchun o'ng va chap tomonidagi murvatlarni soat miliga teskari yo'nalishda burab chiqaramiz. Murvat to'plamimiz 3 qismdan iborat. Murvat, mahkamlash uyasi va gayka. O'ng tomonda ko'z darajasini to'g'rilash bosqichi bor. Bosh qismini o'rnatish uchun birinchi bo'lib mahkamlash uyalarini joyiga taqamiz. Keyin bosh qismimizga gaykani taqib, tegishli uyaga o'tkazamiz. Murvatimizni soat mili yo'nalishida burab qotiramiz. Peshona tasmasini almashtirishga o'tamiz. Peshona tasmamiz mahkamlangan 3 ta qisqich uyasidan ko'rsatilganidek chiqariladi. Yechilgan peshona tasmasi ajratiladi. Niqoblarimizning ichki va tashqi linzalarini almashtirishga o'tamiz. Ichki linzani almashtirish uchun tegishli qisqich uyasidan yuqoriga qarab egib ichki linza chiqariladi. O'rnatish uchun o'ng yoki chap tomondagi qisqich uyasiga o'tkazilgandan keyin ichkariga qarab egib, qarama-qarshi tomondagi qisqich uyalariga taqiladi. Tashqi linzani almashtirish uchun filtr tutqichining pastki qismidagi qisqichlar tortib ochiladi. Filtr tutqichi ajratiladi. Keyin pastki tomondan tashqi linza surilib, uyasidan chiqariladi. Tashqi linzani o'rnatish uchun tashqi linzamiz filtr uyasiga ko'rsatilganidek joylashtiriladi. Keyin filtr tutqichimizning yuqori qismidagi qisqichlar joyiga o'tkazilib, pastki qismidagi qisqichlar yopiladi. Niqoblarimizning batareyasini almashtirishga o'tamiz. MKM 726S modelimizda batareya qopqog'i pastga qarab tortib chiqariladi. Keyin batareyalar tashqariga olinadi. O'rnatish uchun yana batareyalar ko'rsatilganidek batareya uyalariga joylashtiriladi. Qopqog'imiz pastki tomondan yuqoriga qarab taqiladi. Batareya almashtirilishi bir xil bo'lgan 626S va 636MA modellarimizda esa batareyani almashtirish uchun filtr tutqichi qisqichlari tortib ochiladi. Filtr uyasidan chiqariladi. Keyin teskari o'girilib, o'ng va chap tomondan egib filtr uyasidan chiqariladi. O'ng yuqori tomonda joylashgan batareya uyasi, batareya qopqog'i o'zimizga qarab tortilib ajratiladi. Keyin ikkita batareya uyasidan chiqariladi. Savol va takliflaringiz uchun 444 93 53 raqamli mijozlarga xizmat ko'rsatish liniyamiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.